Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bizga ham kanalimiz keldi. Pul ishlab turuvdi, lekin pul ishlashim o'chib qopti. Xo'p, kanallarning xoslari bilan bir tahlil qilib ko'ramiz. Nima uchun pul ishlashim o'chib qopti? Xo'p, 18-iyun sanasi yuklagan videolarni bir ko'raylik chiqani. Videolarni tahlil qilamiz keyin. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Lekin o'zlari gapirib turib boshlaydi. Men sotlaydigan avtomobil Bu yog'i holati zo'r, Xo'p, demak, sasiyamiz bu yoqda endi sotuvga kelgan zo'r traktorlar darajada qo'yibdilar. zabt ishlaydigan joyi gram shovqinli Hikmatov Xo'p. T28 tordagi raqamga Lekin obzor qilingan video obzor qilib sharhlab boqishingiz mumkin. cho'tlik qilyaptilar. Bu yaxshi bo'ladi, nisbatan bo'ladi bu video. Qani keng videolarni ko'raylik. Xo'p. Endi bitta ham muammo bor. Bu traktor masalan sotuvga qo'yaptilar, bulardan oldin ham boshqa kanallar sotuvga qo'ygan bo'lishi ehtimoli bor-da. Shuning uchun o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Ko'raylik. Assalomu alaykum qadrli YouTube. Xo'p. Xo'p, bu yoqda sharh bor. Bu yo'q da shunaqa aytayapman. Traktor egalari 3-4 ta kanalga berib yuborgan, shuning hisobiga manisasi o'chib qolganda. Xo'p, buni apellyatsiya qilish kerak do'stlar, bir gap aytsam, apellyatsiyaga ruxsat berarmikan bizga? 9-iyul legacha apellyatsiya jo'natsak bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'p, apellyatsiya qilamiz do'stlar. Umumiy holatda hozir men xo'p. Chunki men videoda agar o'zlari gapirgan bo'lsalar, agar videoda o'zlari gapirib, o'zlari sharhlagan bo'lsalar, qayta manisasi yonadi nasib bo'lsa. Lekin videodagi gapirish ham o'zlariniki bo'lmaydigan bo'lsa, manisasi yonmay qolish ehtimoli bor. Hozir eng ko'p ko'rilgan videolarni ham ko'ramiz. Xo'p, apellyatsiya bular o'zimiz hamkorlik guruhidan apellyatsiyaga yordam qilamiz. Agar sizlarda mana shunaqa hammasi 100% o'zingizlar videolar bo'lsa, biz apellyatsiya Telegramda yozsanglar, apellyatsiya video tashlab beramiz. Lekin pullik juda qimmat emas, yordam berishimiz pullik. Xo'p, hozir ko'raylik eng ko'p ko'rilgan videolarini. Narxlari bilan tanishing. Xo'p, qani? Damash Farq qilmaydi. xato narsani gapirish kerak, ko'proq gapirib, sharhlab, ayniqsa boshlarda gapirib videoni tanishtirish kerak. Xo'p, buni apellyatsiya qilamiz, xudo xolasa yonib qolsa kerak. Xo'p, umumiy holatda shu do'stlar, sal-pal sharhlar qo'shilgani uchun apellyatsiya qilib yuborsa bo'ladi. Shikoyatni boshlash knopkasi bor, mana apellyatsiyaning o'zini shartlari bor. Mana shartlarga to'g'ri keladigan holatda batafsil bir video qo'llanma qilib beramiz. Nasib bo'lsa, yana qaytib kanalimiz pul ishlash tizimiga ulansa, qayta yana video qilaman. Umumiy holatda shu do'stlar, agar birovdan video oladigan bo'lsanglar, gapirib sharhlash kerak. Iloji boricha birovdan video olmaslik kerak. Masalan, mana traktor videolari kelib qolsa, misol uchun sotuvga qo'yadigan bo'lsanglar, videoni bor qiyshaytiringlar, u yoq bu yog'ini, rangini o'zgartiringlar, qo'shimcha izoh beringlar-da. Endi bular traktor boshqa kanalga ham qo'yilgan bu video, shuni hisobiga o'chib qolgan. Umumiy holatda shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa, Telegramdan olib chiqib ko'rasiz do'stlar. Salomat bo'linglar. Bu kanalda apellyatsiya qilib, yongandan keyin qaytib joylaymiz nasib bo'lsa.